bepul darsliklar bor. Da. Hamma yoqda mana shuni o'qisam yetadi deb o'ylaydi-da. Lekin ong uchun bu yetmaydi. U biladi u bepulga kelayotganini. Ko'rib turibdi-ku. Tekinga berilayotgan narsa u san uchun emas. San birovni ko'ylagini, masalan, hamma kiyib kelgan ko'ylakni olib, men ham kiyaman demaydi-ku hech kim. Ko'rib turibdi, 100 ta odam ko'ylak kiyapti. O'ziniki bo'lishini xohlaydi. Senga ham shu ko'ylak kiyasan desa, masalan, men kiymagan, agar o'zini hurmat qilgan, o'zini yaxshi ko'rgan, o'ziga ozgina bo'lsa ham e'tibori bor bo'lgan odam kiymaydi-da, u o'zi uchun alohida sotib oladi. Da. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Yaxshi o'xshatish. Da. Aynan qaysidir kursga to'lov qilib, qaysidir ustozni etagidan tutib, qaysidir ustozni ilmini olib, uni haqqini berish Bu o'ziga sotib olish. albatta o'zi uchun alohida ko'ylak sotib olish. Tanlang, xohlang hammanikini kiying, Hamma kiyganini kiying. xohlang o'zi uchun alohida oling. Va mana shu joyda hali ustozda orqasidan yurish degan narsa bor. Va nima deydi? Ko'p ayollarimiz shu ilm olayotganda bunaqa gap borda, mana o'zim psixolog bo'lgancha aytaman-da, ilmini pulga sotyapti. Ilmini pulga sotyapti. Shunaqa Shunday zo'r bersa bo'lsang, bo'ladi-ku. Shunaqa zo'r bo'lsang, shunaqa dahshat natijalarga erishibsan, Qur'ondan olyapsan, bundan olyapsan, tekin ber deydi. Va unutib qo'yadiki, o'sha aytganimdek o'ziga sotib olayotganini birinchidan unutadi. Ikkinchidan ilmga to'lov qilmayotganini unutadi. Agar haqiqatan siz menga bergan bilimlarni yoki men bermoqchi bo'lgan bilimlarni, umuman olinayotgan har qanday bilimni pulga chaqsak, ular pulga yetmaydi, hech kim pul yetmaydi. Dunyodagi eng boy insonni ham pul yetmaydi. Ilmni o'zini bahosi. Ilm chunki bebaho. Siz to'layapsiz, vaqtga to'layapsiz. Energiyaga to'layapsiz. O'zingizning natijalaringizga to'layapsiz. Va o'zingiz uchun sotib olyapsiz. Uni siz kiyasiz-da. Sizga sotib olingan narsangizni siz kiyasiz. Biz qaytarib olib kiymaymiz-ku. Xo'p, yana qanday natijalar? Pul o'zgardi. Pul muammomi yo'qmi sizga? Alhamdulillah. O'zi nima deydi, hayotimga o'zim xohlagan mashina ham kirib kelyapti. Uxti, mashina olganimda endi keldim, olib siz bilan bo'lishmoqchi edim inshaalloh. Eng go'zal natijalar. Endi bilmadim, buni ayta olasizmi, ayta olmaysizmi? Ko'chib ketayotganingizni ayta olasizmi? Shaxsiy hayotingiz yaxshilangani, yaxshilanish albatta. Munosabatlarda erkinlik, ota-onangiz bilan hal qilganingiz, boricha bo'la olish. Bu zo'r. Aytmaysizmi qayerga ko'chib ketayotganingiz? Aytmaysizmi? Haligi bitta efiringizda har bitta inson mana qayerdadir tug'iladi, lekin qalbi qayerdadir bo'ladi. Ruhi qayerdadir yashaydi. O'sha yerga borganda topadi. Uni qidirish kerak-da, uning uchun chiqish kerak tashqariga. Aynan Madinada topdim men o'zimni.